Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Har doimgidek Hikmat Travel'ga keldik. Hikmat Travel'da avgust oyida umra safariga borishni kutayotganlar uchun yangiligimiz avgust oyi uchun reyslarimiz kuni ochildi. Xo'p, avgust oyida qaysi kunlar va qaysi viloyatlardan bor deydiganlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz qo'yildi. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha kunlarimiz qaysi chislolarga avgust oyiga bor deydiganlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 3-avgust, 7-avgust, 10-avgust, 14, 17, 21, 24, 28, 31-avgust kunlari primo reyslarimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha qo'yildi. Buni narxini $995 qilib beramiz. Yo'q, biz vodiydan boramiz deydigan obunachilarimiz uchun vodiydan ham reyslarimiz bor. Avgust oyiga reyslarimiz qo'yildi, kunlari chiqdi. Xo'p, avgust oyi primo reyslarimiz Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha kunlari 3-avgust, 7-avgust, 10-avgust, 14, 17, 21, 24, 28, 31-avgust kunlari Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib o'z joylaringni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, undan tashqari sharoitlaring qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr, gastitsamiz uzoqligi Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar. Lekin avtobus xizmatlari qo'yilgan, xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Keyin Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga olgan. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Xo'p, firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi va vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz. Xo'p, qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, endi to'lovlar masalasi qana bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarda xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz respublikaning 3 ta viloyatda bor. Andijonda bor, Farg'onada bor, Toshkentda bor. Yo'q, biz onlayn ham joyimizni bron qilamiz, ofislarni imzolik qiladi bizga deydiganlar uchun bemalol shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Onlayn joyda qana bron qilishni o'zim tushuntirib beraman. Shu o'zimning nomerim, ismim Abdug'offor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Yana nimani tushunmagan bo'lsalaring, videoda qandaydir xatolik bo'lgan bo'lsa, bemalol yozinglar, o'sha xatolarimizni to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Yokida tushunmagan narsalaring bo'lsa, shu nomer o'zimniki, bemalol telefon qilsalaring, o'zim tushuntirib beraman ilmimiz boricha, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha bemalol telefon qilib, avgust oyida boradigan tanishlaringga videolar jo'natib qo'yinglar. O'zlaring ham avgust oyida bormoqchi bo'lsalaring, aloqaga chiqinglar, joylaringni bron qilishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.